Bugun haftaning birinchi kuni juda ham ishimiz ko'p bo'ldi va itog'imiz sal kechikib qoldi. Demak, birinchi patsientkamizdan 15 taga mo'ljal qilgan edik. Bu patsientimiz juda ham zo'r javob berdilar stimulyatsiyaning oxiriga. 28 tadan 24 ta yetilgan tuxum hujayra chiqdi. Keyingi patsientkamizdan biz 13, 14 taga mo'ljal qilgan edik. 19 ta tuxum hujayradan 15 tasi yetilgan. Bu ham mo'ljallimizga mos. Keyingi 3-patsientkamiz to'q qoringa kelgan ayolimiz. Bular 18 ta tuxum hujayra oldik. O'zi 20 taga mo'ljal qilgan edik. 18 tadan 9 tasi yetilgan tuxum hujayra bo'lib chiqdi bulardan. Keyingi patsientkamiz, 4-patsientkamiz bular boya aytganimdek, triggerlarni adashganlar oldingi oyda ko'p tuxum hujayra olganmiz, faqat yetilganliklari kam bo'lgan. Shuning uchun ancha orada pereriv qilib qayta programmaga olindilar. Bugun 34 tadan 31 ta tuxum hujayra chiqdi. Bu ayolimiz rosa perejvat qilyotgandilar, yana push chiqib qolmaydimi deb. Hamma narsa to'g'ri, vrach tavsiyasi asosida bo'lsa, har doim natija yaxshi bo'ladi, Alloh izni bilan albatta. Keyingi patsientkamiz, bulardan 25 taga mo'ljal qilgan edik. 21 ta tuxum hujayra olindi. Shundan 18 tasi yaxshi tuxum hujayra chiqdi. Oxirgi patsientkamiz, bular Tojikistondan, bulardan 2-3 taga mo'ljal qildik. Bitta tuxum hujayra oldik. Bitta tuxum hujayramiz ham sal chala yetilgan tuxum hujayra bo'lib chiqdi. Bu ayolimizdan oldingi olingan tuxum hujayralar bor. Yana yig'ish programmamizni davom ettiramiz.